Do'stlar, registratsiya qilib olganimizdan keyin qanday qilib depozit qilamiz tushunmayotganlar uchun mana shu videoda Xudo xolasa tushunarli qilib, podrobniy qilib sizlarga video chiqarib beraman. Mana registratsiyadan o'tganligida mana shunaqa grafik bo'ladi, oddiy. Pul to'ldirgani, mana bu yerga kirasizlar, koshelokka bosasizlar. Koshelokka bosgandan keyin bu yerda promokod shart emas, chunki sizlar promokod boshida tergan bo'lasizlar. Bu yerda misol uchun tepasiga to'lov usuliga bossalar, mana boshqasini tanlash. Mana kirsalar, har xil mana tiqilib yotibdi usullar mana. Bu populyar narsa bo'lganda bunaqa narsalar bo'lmaydi. Har xil kriptovalyutalarda misol uchun, mana USDT coinlarda, mana Solana, mana Shiba, короче, usullar ko'p. Endi bizda populyarnisi mana ommabop deb qo'ygan. Humo, Uzcard, mana Tether, Visa kartalar, mana Rossiyan kartalari, mana rubldek. Короче, biz Humoni tanlaymiz. Humoni tanlagandan keyin miqdorni kiritamiz. Miqdor shu 126 ming so'm, 126 ming so'm. Mana 126 ming so'm. Mana o'sha ko'ryapsizlar, avtomatik promokod bor o'zi. Avtomatik chiqadi promokod. Ko'ryapsizlar, bu promokod taqdim etuvchi maksimal bonus miqdori 12 million. Ko'ryapsizlar, 60% mana to'ldirayotgan balanslingga qo'shiladi 60%. Mana davom etishda bosasizlar, mana pastga tushiring, mana davom etish. Kutamiz. Mana. Hozir sizga rekvizitlar tayyorlayapmiz deb aytayapti. Mana rekvizitlar tayyorlandi. Misol o'sha o'zingiz nomingizga ochganmisiz, o'sha o'zingiz nomingizdagi kartaga mana misol uchun mana shu karta raqamlariga shu bank ilovingizdan pul o'tkazasiz. Обязательный qancha summa to'ldirayotgan bo'lsangiz, xuddi o'shancha summa kiritasiz. Familiya ismini ham tekshiring, haqiqatan o'sha odam chiqyaptimi. Mana xuddi shunaqa perevod qilasizlarda o'zlaringni nimalaringni, applikatsiyalaringni. Bo'ldi. To'ldirganlardan keyin bu yerdan ожидаем перевод deyapti. Переводni kutib turibmiz deyapti, pul o'tkazish. Pul o'tkazib bo'lganingizdan keyin bo'ldi, o'zi avtomatik o'zi загрузка qiladi-da, o'zi paydo bo'ladi o'zi nimalaringda. Nima deydi? Balanslingda paydo bo'ladi. Balanslingda paydo bo'lgandan keyin bitta ilovadan misol obновить qilib yuborasizlar. Hozir mana 1 minut. Men to'ldirganim yo'q, sizlarga просто ko'rsatgan. Obnovить qilib yuborasizlar, misol keyin bu yerda paydo bo'ladi. Pullaring paydo bo'lgandan keyin bo'ldi. Sizlar savdoga tayyorsizlar.